Hoppa, bu ko'rib turgan avtomobillar Swiss S09 avtomobili bo'ladi. Bu avtomobilimizning eshiklari ochiladi, bokovoylari buriladi, orqa eshigimiz ham ochiladi. Avtomobilimiz orqa kapot ham ochiladi, turadi va bu avtomobilning lyuk ham ochiladi. Bu avtomobilimiz Swiss S09 va Swiss S09 avtomobili Swiss oilasida eng katta 7 o'rindiqli avtomobil. Bu avtomobillar ham gibridligi, ham benzinligi ma'lumotlari bor. Hozir aynan mana shu avtomobillarning qisqacha ma'lumotlarini aytib o'tamiz. Bu avtomobil Swiss avtomobillarining orasida eng kompaktli va eng texnologichli avtomobil. Umuman olganda Swiss avtomobillari hammasi texnologiyaning eng so'nggisi, rivojlangan texnologiyalar bilan jihozlangan. Swiss S06 avtomobilimiz 1.5 turbo motorlik 344 million 500 ming so'm. Aynan mana shu ko'rib turgan avtomobilingiz. Agar siz shu bugun ertaning ichida mana shu 50 dona avtomobil ichida sotib oladigan bo'lsangiz 300 million so'mga, ya'ni 44 million 500 ming so'm skidkaga a'zo bo'lasiz. Va bu avtomobilimiz o'shanda ham беспроводной zaryadka, kojinli salon, 360 kamera avtomobil nimaiki jamiki 2026-yilda kerakligi jihozlar bo'lsa, hammasi bilan jihozlangan. Lekin bu avtomobilda 1.6 объем motorligi ham mavjud. Ikkalasi ham turbina bo'ladi, ikkalasi ham 4 ta silindrli bo'ladi, lekin 1.6 turbo motorligi 364 million so'm. 364 million so'mlik avtomobilni 320 million so'mga shu bugun erta ichida sotib olishingiz mumkin. S06 avtomobili. Swiss S06 avtomobilining 1.5 turbo motorligi bilan 1.6 turbo motorlik ikkala farqini qisqacha aytib o'taman. Avtomobilimizda bunda 18 lik diska balon, 1.6 turboligida 19 lik diska balon bo'ladi. Va bu avtomobilimizda 360 kamera, kojinli salon bo'lgandan tashqari adaptivniy cruise control, sidinlarning sovishi va avtomobilning tashqi ko'rinishdan diskasidan farqi yana bir ikkita detallarda farqi bor xolos. Agar barmoq bilan sayadigan bo'lsak 5-6 ta. Lekin 20 million so'mga bu avtomobilni 1.6 turbolik motorligini oladigan bo'lsangiz, 1.5 turbo motorligimizda 156 ta ot kuchi, 1.6 turbo motorligimizda 320 million so'mlik bugungi kundagi naqd to'lasangiz, avtomobilda 197 ta ot kuchi bilan jihozlangan va bu avtomobilimizning barchasi oldi tortadi. Swiss S06 avtomobilimizning gibrid versiyasi ham mavjud. Videoni oxirigacha ko'rsangiz, gibrid versiyasidagi qancha rasxod qilishi va avtomobilning narxi va qisqacha ma'lumotlarni ham sizlarga tanishtirib o'taman. Endi sizlarga marhamat tomosha qilishingiz mumkin Swiss S07. Ushbu avtomobilimiz oilaviy crossover hisoblanib, shaharga va uzoq yo'llarga mo'ljallangan. 7 o'rindiqli avtomobilimizni uzoq yo'llarga sizlarga komfort bo'lishi uchun 1.5 va 1.6 объем motorlik 4 silindrlik turbo motorlik bilan jihozlangan. Avtomobillarimiz oldi tortadi. 4 tala podveskasi ham Swiss S06 da ham, S07, S09 da ham hammasida bir-biridan mustaqil nizaviy sim podveska bilan jihozlangan. Hammasi oddiy prujina va amortizator bilan jihozlangan. Masalan, bu avtomobilimiz 1.6 turbo motor, 197 ta ot kuch chiqaradi, 7 o'rindiqlik, koja salonlik, video registrator, adaptivniy cruise control va avtomobil 360 kamera, 20 lik diska balon, 197 ta ot kuch bilan jihozlangan. Bu avtomobil esa 1.5 объем motor, 156 ta ot kuchlik, 7 o'rindiqlik, koja salonlik. Avtomobilimiz sidinamiz isimaydi, sovimaydi. Narigisida isiydi, soviydi va sidinamizning xotiralari ham mavjud. Bunda ham 360 kamera bor, 20 lik diska bor, 157 ta ot kuchi bor va avtomobilimizda oddiy avtomobil. 1.5 turbo motorligimizning narxi 364 million so'm. Agarda naqd sotib oladigan bo'lsangiz, 325 million so'mga avtomobilni sotib olishingiz mumkin. Ya'ni 1.5 turbo motor, 156 ta ot kuchi, 7 o'rindiqli avtomobil. Endi 1.6 turbo motor va bu avtomobilimiz 197 ta ot kuchi bilan 7 o'rindiqlik sedinasida xotirasi bor, isiydi, soviydi, avtomobil video registrator yo'llarda o'qiydi, hamma funksiyasi bor avtomobilimiz 403 million so'm. Agar naqd to'lab oladigan bo'lsangiz 355 million so'mga sotib olishingiz mumkin. Shahar va olis yo'llar uchun o'ylaymanki, bu avtomobil juda ham ishonchli do'st bo'ladi sizlarga. Uzoq yillar xizmat qiladi. Garantiyasiga keladigan bo'lsak, barcha Swiss avtomobillariga garantiya 5 yil yoki 200 ming kilometr
garantiya beriladi. Garantiya servislarini video davomida ko'rsataman. Suis S09DM bu degani avtomobilimizning DM ma'nosi Suis avtomobillarida hammasi gibrid degan ma'noni beradi. Gibrid avtomobili Suis S09 avtomobilida 7 o'rindiqlik, saloni keng, avtomobil uzun, yurishida yumshoq, komfortli. Lekin gibrid sohasida ham ikkita gibrid bor. Birinchisi 1.5 turbo motor gibrid, avtomobil ikkinchisi 2 litr turbo motor gibrid. Ikkalasi pozitsiyasida ham avtomobil 150 km zapas hod elektrni o'zida bergan. Agar polniy bak benzin bilan va avtomobil polniy elektro zaryadi to'la bo'ladigan bo'lsa 1000-1200 km atrofida yuradi. Zavod tomonidan berilgan. Bundan tashqari bu avtomobilda benzinlik versiyasi ham mavjud. Ya'ni 1.6 turbo motor, 2 ob'yom turbo motorlik benzinlik avtomobilimiz ham mavjud. Avtomobillarni 4 tala Suis S09 ni ham 4 talasi ham faqat oldi tortiladi. Hammasini podveskasi oddiy, bir-biridan mustaqil, nezavisimiy podveska va amortizator prujna bilan jihozlangan. Suis S09 avtomobilimizning 4 talasida ham 20 lik diska balonlar bilan jihozlangan. Avtomobilimiz 4 talasida ham hamma texnologiyalar o'rnatilgan. Faqat shu 1.6 da bir nechta narsalar yo'q. 1.6 da samotarmajeniya, adaptivniy cruise control, oddiy cruise control bor albatta va video registrator yo'q. Lekin bu gibrid, ikkala gibridda ham 2 ob'yom turbina motorlik Suis S09 da ham avtomobillar znaklarda o'qiydi, samotarmajeniya, adaptivniy cruise control, lidar, juda ham ko'p jihozlar bilan o'rnatilgan va avtomobillarimizning narxlariga keladigan bo'lsak, 380 million so'm naqd bersangiz, aynan mana shu eng full S09 Suis avtomobilini sotib olishingiz mumkin. Aslida bu avtomobilning narxi 475 million so'm. Bu 2 litr turbo motorlik elektro dvigatellik gibrid avtomobil bo'ladi. Va bu avtomobilning ikkinchi pozitsiyasi deydigan bo'lsak, birinchi pozitsiyasi 456 million so'm. 456 million so'mdagi birinchi pozitsiyadagi gibrid Suis S09 avtomobilni sotib olishingiz mumkin. Naqd to'laydigan bo'lsangiz 360 million so'm. Farq qilyapti qancha? Aytinglarchi menga. 90 million so'mdan sal oshiqroq farq qilyapti. Ozgina qolsa 100 million bo'lib ketadi. Avtomobillarimiz juda ham top, juda ham katta, juda ham baland. Avtomobilda juda ham ko'p funksiyalar bor. Slipoy zona deysizmi, podogrev qizdirish deysizmi, laboviy qizdirishmi, o'zi ishlaydigan dvorniklar, o'zi ishlaydigan yonib o'chadigan faralar, o'zi ishlaydigan tormozlar, o'zi rekuperativ tormoz, avtomobilga o'rnatilgan subwoofer, Sony kompaniyasidan o'rnatilgan. Faqatgina shu 1.6 обычный benzin motorlik Suis S09 da Sony emas, oddiy kolonkalar qo'yilgan. Qolgan hammasida Sony kompaniyasidan maxsus kolonkalar o'rnatilgan. Demak, avtomobilimizga 100 millionga yaqin skidka berilayotgan S09 gibrid avtomobilimizdan keyin videoni boshida aytgan S06 gibrid avtomobilini tanishtirsam. Bu avtomobilimiz Suis S06 va gibrid bo'ladi. Aynan S9 avtomobiliga o'rnatilgan 20 lik diska balon, ya'ni 1.5 ob'yom turbo motor va elektro dvigatel bilan jihozlangan, 115 km zapas hod beradi. 548 litrlik avtomobilimizda bu yoqda bagajligimiz bor, litrda 3 kilovatlik zaryadligimiz bor. Avtomobilda tez zaryad qilish va sekin zaryad qilish funksiyasi bor. Avtomobilda biriga mana sotib oladigan bo'lsangiz, bu yerdan podключениyaga ulab turib, mana bu yerdan 3 talik zaryadlik, ya'ni 3 kilovatgacha nagruzkada bemalol isitish, sovutish yoki piknik, uyda qizdirish yoki akkumulyator yoki boshqa gibrid yoki elektromobilga avtomobiliga bemalol tok berish funksiyasi ham bor bu avtomobilda va bu avtomobilimizda video registrator bor. Sony kompaniyasidan kolonkalar mavjud va S06 gibrid avtomobilimizning eng full pozitsiyasi bo'ladi. Va bu avtomobilimiz o'zidan bir-biridan mustaqil oldi va orqa podveskalarimiz avtomobilda va avtomobil faqat oldi tortadi. Salon kombinatsiyasi ikki xil kojada ishlangan, oq va qora holatda. Avtomobilning o'ziga ham e'tibor beradigan bo'lsangiz, oq va qora holatda ishlangan. Pastki qismlarimiz qora, tepa qismlarimiz oq, lekin tomda ham qora joylarimiz mavjud. Endi bu avtomobilimiz eng so'nggi va eng top va eng ko'p sotilayotgan avtomobillardan bittasi. Bu avtomobildan ayni damda sotib oladigan bo'lsangiz, nalichida bor, Suis S09 avtomobili sanoqlik bir necha dona qolgan xolos. Ulgursangiz naqd sotib olishingiz mumkin, ulgurmasangiz avgust yoki sentyabr oyiga yetib kelgandan keyin sizga yetkazib beriladi. 1.5 turbo motorligimizda 18 lik diska balon bor edi.
6 turbo motorligida 19 lik diska bor edi. Aynan bu avtomobilimiz gibrid, 1.5 turbo gibrid avtomobilimizda 20 lik diska balon zavodskoy va bu avtomobilimizning razmeri BYD Song Plus avtomobilidan xiyol kattaroq va u avtomobilga birga bir konkurent bo'ladigan avtomobil hisoblanadi. Avtomobilimizning o'zining narxi 421 million so'm va bu avtomobil 421 million so'mlik avtomobillarning orasida birga bir konkurent bo'la oladi. Masalan, BYD Song avtomobili yoki shunga o'xshash boshqa gibrid avtomobillar 100 kilometrga rasxoti o'rtacha 3,5 litr 4 litrni tashkil etadi. Hozir shu kecha kunduzda 339 million so'm. Agar 340 million so'm deganingizda bu yoqda 60 million, nari yoqda 20 million, 81 million, 82 million so'mga avtomobilni skidga berib olishdi. 82 million so'm gibrid avtomobil, 329 million so'mga bunaqangi BYD Song avtomobili razmerdagi avtomobilni topa olmaysiz, hech qayerda yo'q. Bularning barchasi Suis, Jetour, Jack avtosalonlari Olmaliqda chap qo'limizda bor yo'g'i 2 kilometrda katta perikroska, ya'ni betonkaning boshlanish toshkentga kirish, o'ng tomonga ketadigan bo'lsangiz, Ohangaron, Angren vodiyga chiqib ketish. Suis, Jetour, Jack avtosalonlari joylashgan va bu yerda xohlasangiz Jetour, xohlasangiz Suis, xohlasangiz Jack avtosalonlaridan avtomobillarni ko'rib, bir-biriga solishtirib, test drive qilib, ana undan keyin to'lovni amalga oshirishingiz yoki sotib olishingiz yoki qaytib ketishingiz ham mumkin. Hech kim sizni majburlamayapti. Va 80 million, 90 million, 30-40 million barcha skidkalarni Suis avtosalonidan, Suis Olmaliqdan sizlarga ko'rsatdim. Men Muhammadjon Uzabzordan ko'rdik deb aytinglar, sizlardan iltimos. Chunki ana shu aytishlaringni o'zi sizlarga kattagina bonusni beradi. Agar sizlar aytsangiz yoki aytmasangiz, umuman kelsangiz muammo bo'ladigan yoki problema bo'ladigan bo'lsa, menga aloqaga chiqinglar. Chunki bu avtosalonni biz sizlarga reklama qilib ko'rsatyapmiz va unday muammolarni hal qilishimiz kerak va hal qilamiz. Muammo bo'lmaydi degan umiddaman. Like bosib qo'yinglar, shuning uchun avtosalonga kelganda Uzabzor deb aytib qo'yinglar.